Aka, uyga kirsangiz bo'lardi. Boshqa safar singlim, mana buni olib qo'ygan, jallaga olib keldim. Voy, nima qilardingiz o'g'ri? Kuyov gaplashamiz. O'tirsangiz bo'lardi. Boshqa safar. Bo'pti. Sog' bo'ling. Aka, rosa mehribon-da. Ovora bo'lib narsa ko'tarib kelganda qara. Gapirmang. Shuncha narsa olib kelibdilar. Ha, bo'pti. Ha, singlim yaxshimisan? Voy aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustingga kiyolsang bo'lmaydimi? Kunni qara sovuqligini. Shu taraflarga yo'lim tushdi. Bir seni ko'rib ketay deyotgandim. Bilasan, seni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Menga qara. Hop. Men pulloginda. Voy aka, kerak emas. Kamchiligingni ishlatasan. Ma, ol. Rahmat. Bo'pti, kuyovga salom aytib qo'y, Rahmat aka. Hop. Kirsangiz bo'lardi. Boshqa safar. Qara og'ayni. Ha? Qiynalib qoldingmi sen? Nima bunaqa deyapsan? Ya qayni akang kelib bir xotiningga pul berib ketadi, bir uyga ro'zg'or qilib ketadi nimadirlar. Qiynalayotgan bo'lsang aytgin, mahalla ko'y bilan pul yig'amiz-da, bir yordam qilamiz. Yetarsa? Nodi! Labiyada tinchlikmi? Nima? Bu kamchiliging bormi? Yo'q. Nima akang har hafta kelib narsa tashlab kelib turadi? Nima men bechara deb o'ylaydimi yo kambag'al deb o'ylaydimi? Akangga aytib qo'ygin, narsa ko'tarib kelavermasin. Mahalladaglar hammasi ustimdan kulyapti. Iloji bo'lsa umuman kelmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Singlim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bu singiz nimadir kamchiligim bor deb aytayaptimi sizga? Yo'q. Tinchlikmi? Nima bunaqa deyapsiz? Nimaga unda narsa ko'tarib kelasiz? Bir pul berib ketasiz. Yo men yetimmanmi? Yo kambag'al deb o'ylaysizmi? Aka, singiz kerak bo'lsa olib keting bemalol. Men bor uzr-ku. Sizlarning halovatinglarni buzaman deb o'ylamadim. Singlim onamdan qolgan yolg'iz yodgorim bo'ladi. Singlimni ko'rsam, onamni ko'rgandek bo'laman. Noto'g'ri tushunmaysiz. Yaxshi ko'rganimdan kelib bitta singlimni hol-ahvol so'rab ketaman. Endi bizga shunaqa tarbiya berishganda, borib seningdan xabar olgan, ko'rib turgandim. O'shanga xafa bo'lmaysiz. Mashina singlimga berib qo'ysiz. Men bor uzr. Faqatgina qiyomat kuni o'z savobidan beradigan mana shu opa-singillarimiz bo'lar ekan. Sizlarga savol, qachon oxirgi marta opa-singillarimiz borib ko'rdi? Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib tarqatib, storylar qo'yib, bitta paddashga qo'yinglar jigarlar. Senisini yaxshi ko'radiganlar bormi? Rahmat.